Assalomu alaykum, Chorvador YouTube kanalining hurmatli obunachilari, do'stlar, bugun sizlar bilan navbatdagi boqilayotgan, yemlanayotgan buqalarimizni ko'rib o'tamiz. Esingizda bo'lsa, bu mollarni shu 1 oy oldin, 1 oy yo 42 kun oldin bir video qilib chiqargandik. Bular shu Greenford, bu Simmental gibrid paroda, bu ham shu Simmental Greenford gibrid paroda buqa. Janovrlar Alloh barakasini bersin, ko'z tegmasin, ancha yaxshi qo'shibdi mana. Holatlari shu xudo xolisa 500 kiloni bosib shunaqa atrofida, 500 kilo atrofida. Bo'ynlari uncha yaxshi to'lvormaganda, hozir mana ancha bo'yni ham olib, yelkalari, tepalari ham kengayib, mana ancha yana ham kengayib uyg'onibdi mol. Mana tepalari ham ko'rishingiz mumkin, jonivor yaxshi holatda. Orqalari ham lekin biroz yog'ib qopti, chunki dumg'azlarning yonlari ham biroz to'lib yog'ib qopti, lekin yaxshi holatda. Endi o'rtacha, o'ta yog'li emas, lekin yaxshi. Alloh barakasini bersin. Bularni ham mana kichkinalari ancha yaxshi qo'shibdi, yaxshi amallab. Idillari ham qo'pol, xudo xolasa o'smi bor, yaxshi bo'zaylar mana. Orqalari ham mana keng. Yaxshi katta bo'ladigan mollar mana inshaalloh. Bular ham olingan o'zi 4 oy cho'p bo'ldi. Shu o'tgan safar kelganimizda ancha kichkina edi. Hozir bir 30 kilo, 40 kilo qo'shibdi shunaqa atrofida shu 1 oy 40 kilo. Endi o'rtacha hisobda kuniga 1 kilo bu yoqni qo'shib yaxshi o'zgaryapti lekin jonivorlar. Xudo xolasa endi bu yog'iga bular yana ham yaxshi ketadi, bir 6 oy, 7 oy ichida inshaalloh shunga yetib, shundan ham o'tkazishi mumkin xudo xolasa. Chunki shunaqa holatdan bu yog'iga o'zi amallashi ancha tez bo'lar ekan bunaqa mollarni. Bo'lgan bular paroda, Simmental Greenford gibrid bo'lsalar mana. Bularga akamiz mana kunjara, kepak, silyon shuni aralashtirib beryapti ekan. Kepakni ham o'sha har xil nima aralashmasini beryapti ekan. Kepak ham aralashma qilib beryapti. Kunjarani bunga 2 kilo dedi, adashmasam bir kunda bu 2 oviga 600 grammdan beryapti ekan. Ha, 600 grammni 2 oyga beryapti ekan. Yo, bunga 1 kilo. Ammo kattaga 1 kilo beryapsiz aka? Kunjara. 1 kilo 800 kunjara, 1,5 kilo kepak shu bir mahaliga shunaqa yeyapti ekan. Jonivor amallashi yaxshi, lekin o'tgan safar ko'rganimdan men ham o'zi ko'rib ancha yaxshi o'zgaribdi dedim. Akamiz ham Alloh barakasini. Yelkalari kengligi ancha keng bu jonivor. Videodacha kichikroq ko'rayotgan bo'lishi mumkin, boshqa. Bular ham yaxshi o'syapti ekan, Alloh barakasini bersin. Bular ham mana keng o'zi yaxshi gibrid paroda buqalar, Rossiyadan keltirilgan bular ham. Xudo xolasa bular ham inshaalloh shu 1 yil baqilib qolsa, 1 yil baqilsa ham shu 650 kilo, 700 kiloga borib olishi ham mumkin bo'ladi agar yaxshi baqilsa. Bunimiz ham chunki o'zi bunaqa paroda mollar qo'shishcha yaxshi bo'lar ekan. Yaxshi yeb tursa, o'ziga olaverar ekan ular. Mana holatlari yaxshi mana. Jonivor ancha sifat kirib yaxshi olib qopti mana bu. Mana orqalari ham mana rosa tulab pokiz bo'lib qolyapti ekan. Bular ham bitta tulasa xudo xolasa ancha chiroyli bo'lib qoladi. Mana mollari ham, molxonasi ham 5 ta molga joy qilingan ekan. Mana holatlari ham taginincha tozalamabdi. Biz ham hozir kelib video qilib olayotgandik. 5 ta molga qilingan. Mana bular ham bu yer shu CD ketadigan joylar qilingan. Mana go'ylari ham kunda afsuq turishar ekan. Pastlari ham mana pastakina qilib qo'ygan. Tepalari shu 2 etajli qilib somon hashaydi qo'yadi. Yozgi kunida molxona salqin turishiga ancha bu yordam bo'ladi. Oxirlari ham mana konteyner oxirida qilingan ekan. Oq konteynerni bukib, svarga qilib, balarka kesib bukib, mana shunaqa qilib ulab qilingan ekan mana. Ancha yaxshi chiqqan ekan molxonalari ham mana. Shu bitta mol oralig'i 1.30-32 mi adashmasam shunaqadan edi. Mana tuzlab qo'yib qo'ygan. Tepalariga ventilatorlar qilib mana yozgi kunida. Jonivor Alloh barakasini bersin. Xudo xolasa qurbonlikka ancha tayyor bo'lib qoladi o'zi. Hozir ham o'zi tayyor. Ham endi baqsa ham bo'laveradi, baqsa ham bo'laveradi bularni. Buni qurbonlikka yana ham zo'r bo'lib qoladi inshaalloh. Jonivorlar shu ham hadi yalavorar ekan, shunga mana narsa qilib qo'yishibdi jonivor. Shu yosh mollar o'zimizda ham bo'ladi, shu yalavoradi akalar. Shu agar bilsanglar kommentariy yozib yuboringlar nimadan ekan.
Biz tuz berdik, har xil vitamin beryapmiz. Baribir lekin yalayapti. Endi kamaydi-yu, lekin yalayapti baribir. Umuman nima yaxshi bo'lib ketmadi mana shu narsa. Shunga bilganlar bo'lsa, kommentariyga yozib yuboringlar. Xudo xolisa manfaatli bo'lib qoladi. Inshaalloh. Akalar, bu mollar 20,5 million adashmasam shunaqadan olingan. Olinganiga 4 oy cho'p bo'ldi. Endi hozirgi holatda bozorda bunaqalarni bir 23 yo 24 shunaqa 25 dan olsa bo'ladi endi. Shu 23,5 24 shunaqa orolda sotilyapti hozirgi kunda shunaqa paroda mollar. Olinganiga 4 oy bo'ldi, lekin bularni yeyishi hech qancha nima emas. Pulga hisoblasa bir 400 ming, 500 mingga ham borib bo'lmay shunaqa. O'zimizning mollar ham shunga hisoblaganmiz. 200 mingdan yeb kelgan. 3 oy davomida shunaqa yeb kelgan, 1 oyda. Endi hozirgi kunda endi ularga u paytda unaqa kunjara kepaylar bermardi. Ashli hisob arzonmi? Endi hozir kunjara kepay qo'shib shunda ham shu 400 mingga borib bo'lmay shunaqa atrofida yeyapti. Shunaqa misol 4 oy baqilgan bo'lsa 300 mingdan yegan bo'lsa o'rtacha 1 million 200. 20,5 millionga 20 million 750 ga olingan adashmasam. Hozirgi kunda misol 24 ga olsa 2 million qo'shyaptimi? U yoqqa endi shunaqa atrofida qo'shyapti. Endi hozir lekin xudo xolisa bular bu yog'iga yana ham qo'shadi. Inshaalloh rasa o'zgaradigan paytga kelib qoldi. Asha aytganimda shu xudo xolisa 6 oy, 7 oy bir baqilib qolsa inshaalloh bundan ham o'tib bir ancha dadil bo'lib qoladi. Agar 1 yil baqilsa, u yana ham xudo xolisa yaxshi natija bo'lar ekan bu parodalarda. Chunki bu narsani o'zimizda ko'rdik, shuni sizlarga ham bir aytib o'tyapmiz. Qirg'iz mollar olinsa, u qirg'iz mollar o'rtacha shu 500 kilo, 550, 600 kilo bo'ladi. Endi kamdan kam kattalar bo'lib ketadi. Endi unaqa bo'ladi, uning uchun ancha ko'proq baqish kerak. Shunaqa holatda akalar, o'zimiz bilganimizni sizlarga bir aytib o'tyapmiz. Video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'yinglar, xudo xolisa. Hatto kamchiliklar bo'lsa sizlardan uzr so'raymiz akalar. Bir kamchiliklar bo'lsa yozinglar aka, xudo xolisa, keyin shuni to'g'rilab yana ham yaxshiroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Maqsadimiz shu akalar, sizlarga foydali bo'lgan video qilish maqsadida bu ishni boshlaganmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.